Bir kun kelib bu dunyoda yashayotgan har bir inson o'limni tatib ko'radi. Boy ham, kambag'al ham, podshoh ham, oddiy inson ham. Hech kim bu haqiqatdan qochib qutula olmaydi. Ammo ko'pchilik o'ylaydiki, o'lim hamma narsaning oxiri. Islom ta'limotiga ko'ra esa o'lim oxiri emas, u boshqa bir hayotning boshlanishidir. Bugun biz Qur'on va sahih hadislarda kelgan ma'lumotlar asosida qabr hayoti haqida suhbatlashamiz. Insonning umri daftari yopildi. Oxirgi nafasi chiqdi. Atrofidagi insonlar yig'lamoqda. Ammo uning o'zi butunlay boshqa olamga qadam qo'ymoqda. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qabrni oxirat manzillarining birinchisi deb ta'riflaganlar. Agar inson bu bosqichdan salomat o'tsa, keyingi bosqichlar osonroq bo'ladi. Agar bu yerda qiyinchilikka duch kelsa, keyingisi yanada og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun sahobalar qabr haqida eshitganlarida ko'zlariga yosh kelardi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu qabr yonida yig'lar, hatto soqollari ho'l bo'lib ketardi. Bir kuni undan jannat va do'zax eslaganda bunchalik yig'lamaysiz, nega qabr eslaganda ko'p yig'laysiz deb so'rashdi. Bu zot chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabr oxirat manzillarining birinchisidir deganlarini eshitganman deb javob berdilar. Aziz tinglovchi, inson vafot etganidan keyin uning jasadi yerga qo'yiladi. Odamlar asta-sekin qabristonni tark etadilar, yaqinlari uylariga qaytadilar. Lekin marhum uchun eng muhim lahzalar aynan shu paytda boshlanadi. Sahih hadislarda kelishicha, inson dafn qilingach va odamlar ketgach va ularning oyoq tovushlari eshitiladi. So'ng Allohning amri bilan ikki farishta keladi. Ular insondan savol so'raydilar. Bu dunyoda yodlab olingan oddiy savollar emas, bu insonning iymoni va hayoti bilan bog'liq savollardir. Robbing kim? Dining nima? Bu yuborilgan zot haqida nima deysan? Mu'min inson Allohning izni bilan to'g'ri javob beradi, chunki u dunyoda shu e'tiqod bilan yashagan bo'ladi. Ammo munofiq yoki kofir inson javob topa olmaydi, chunki uning qalbida haqiqiy iymon bo'lmagan bo'ladi. Mana shu yerda insonning qabr hayoti boshlanadi. Lekin keyin nima bo'ladi? Mu'minning qabri qanday bo'ladi? Gunohkor insonni nimalar kutadi? Endi esa savol tug'iladi. Mu'min inson bu savollarga to'g'ri javob bersa, uni nimalar kutadi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarda xabar berganlaridek, Alloh taolo mu'min bandasini bu sinovda sobit qiladi. Mu'min inson, Robbim Alloh, dinim Islom, Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam deya javob beradi. Shunda osmondan nido keladi. Bandam rost so'zladi. Shundan so'ng Allohning amri bilan uning qabri kengaytiriladi. Qabr unga torlik qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berganlaridek, mu'minga jannatdan libos va jannatdan joy ko'rsatiladi. Unga jannatning shabadasi va xushbo'y hidi yetib turadi. So'ng chiroyli yuzli, pokiza kiyimli va xushbo'y hid taratib turgan bir zot keladi. Mu'min undan: "Sen kimsan? Yuzing yaxshilikni bildirayotgan yuz ekan" deb so'raydi. U esa: "Men sening bu dunyoda qilgan solih amallaringman" deb javob beradi. Bu juda katta xushxabar. Demak, insonning namozi, ro'zasi, Qur'on tilovati, sadaqasi, ota-onasiga yaxshiligi va boshqa solih amallari Allohning izni bilan unga foyda beradi. Shunda mu'min inson: "Ey Robbim, qiyomatni tezroq qilgin. Men oilam va jannatdagi ne'matlarga qaytishni istayman" deya javob beradi. Bu yerda bir muhim haqiqat bor. Qabrdagi najot nasab bilan emas, boylik bilan ham emas, mashhurlik bilan emas, faqat Allohga bo'lgan iymon va solih amallar bilan bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dunyoda qabr azobidan Allohdan panoh so'rashni ko'p o'rgatganlar. Har bir musulmon namozlarda qabr azobidan, jahannam azobidan, hayot va o'lim fitnalaridan hamda Masih Dajjal fitnasidan Allohdan panoh so'rashni tavsiya qilingan. Aziz birodar va opa-singillar, qabr hayoti bizdan juda uzoqda emas. Har kuni minglab insonlar bu dunyoni tark etmoqda. Bir kun kelib biz ham ularning safiga qo'shilamiz. Shu sababli eng yaxshi tayyorgarlik bugundan boshlab amallarimizni isloh qilish, tavba qilish va Allohga yaqinlashishdir. Ammo qabr so'roviga javob bera olmagan insonni nima kutadi? Qabr azobi haqida sahih hadislarda nima kelgan? Endi esa ko'pchilikni o'ylantiradigan savolga o'tamiz. Qabr azobi haqiqatmi? Ha, Islom aqidasiga ko'ra qabr azobi haqdir. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xabar berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni ikki qabr yonidan o'tar ekanlar. Bu yerda yotgan ikki inson azoblanayotganini aytdilar. So'ng ularning azobi juda katta gunoh deb ko'rilmagan ishlardan ekanini bayon qildilar. Ulardan biri odamlar orasida gap tashib yurardi. Ikkinchisi esa siylikdan tozalanishdan e'tibor bermas edi. Bu hadis bizga muhim saboq beradi. Ba'zan inson katta gunohlardan saqlanadi, lekin kundalik hayotdagi ayrim gunohlarni arzimas deb biladi. Holbuki Alloh oldida hech bir gunohni mensimaslik kerak emas. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam deyarli har namozlarda Allohdan 4 narsadan panoh so'rardilar.
jahannam azobidan, qabr azobidan, hayot va o'lim fitnalaridan, Masih Dajjal fitnasidan. Bu esa qabr azobi haq ekanini yana bir dalilidir. Ammo bu yerda muhim bir narsani unutmasligimiz kerak. Qur'on va sahih hadislarda qabr azobining tafsilotlari cheklangan tarzda bayon qilingan. Shuning uchun internetda yoki ayrim hikoyalarda uchraydigan ishonchli manbaga ega bo'lmagan qo'rqinchli voqealarni din nomidan haqiqat deb aytish to'g'ri emas. Musulmon inson dalili bor narsaga ishonadi, dalili bo'lmagan narsani esa din nomidan tarqatmaydi. Qabr hayoti insonning bu dunyodagi amallari bilan chambarchas bog'liq. Kim Allohga itoat qilib yashagan bo'lsa, Allohning rahmatidan umid qiladi. Kim gunoh qilib tavbasiz ketgan bo'lsa, o'z amali uchun javob beradi. Lekin bir bor aniq insonning qabrdagi holati haqida hukm chiqara olmaymiz, chunki g'ayb ilmi faqat Allohning huzuridadir. Shuning uchun vazifamiz boshqalarni hukm qilish emas, balki o'zimizni isloh qilishdir. Har bir namoz, har bir tavba, har bir sadaqa va har bir yaxshi amal oxirat uchun zaxiradir. Bugun qilgan yaxshiligimiz ertaga eng katta yordamchimiz bo'lishi mumkin. Aziz tinglovchi, tasavvur qiling, bir kun kelib bu dunyodagi barcha mulk, shuhrat va mansab ortda qoladi. Inson bilan faqat 3 narsa qoladi: uning iymoni, uning amallari va Allohga rahmati. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni qabrni tez-tez eslashga undaganlar. Chunki qabrni eslagan qalb dunyoga haddan tashqari bog'lanib qolmaydi. U oxirat uchun ham tayyorgarlik ko'radi. Shu paytgacha qabr hayotining boshlanishi, qabr so'rog'i, mu'minning holati va qabr azobi haqida Qur'on hamda sahih hadislarda kelgan ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Endi esa eng muhim savolga javob izlaymiz. Qabr azobidan qanday saqlanish mumkin? Bu savolning javobini o'zimiz emas, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'gitlaridan olamiz. Avvalo insonning eng katta najoti bu iymondir. Faqat til bilan emas, qalb bilan tasdiqlangan amallar bilan mustahkamlangan iymon. Allohga tavakkal qilgan, farz ibodatlarni ado etgan va gunohdan tavba qilib yashagan mu'min Allohning rahmatidan umid qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga har namoz oxirida Allohdan qabr azobidan panoh so'rashni o'rgatganlar. Bu duo musulmon uchun katta ne'matdir. Yana bir muhim amal Qur'on bilan yashash. Qur'on faqat o'qish uchun emas, balki unga amal qilish uchun nozil qilingan. Qur'onni o'qigan, ma'nosini o'rgangan va hayotiga tatbiq etgan inson oxiratga eng yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'ladi. Shuningdek, tavba eshigi inson tirik ekan ochiq turadi. Kim samimiy tavba qilsa, Alloh uning gunohlarini mag'firat qilishni va'da qilgan. Shuning uchun shaytonning hali yoshsan, keyin tavba qilasan degan vasvasalarga aldanmaslik kerak. Chunki hech kim o'limning qachon kelishini bilmaydi. Bugun sog'lom yurgan inson ertaga bu dunyoda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun eng yaxshi vaqt bugun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana shuni o'rgatganlarki, inson vafot etganidan keyin uning amallari to'xtaydi, ammo ayrim amallarning savobi davom etadi. Masalan, odamlarga foyda beradigan ilm qoldirsa, joriy sadaqa qoldirsa, o'zi uchun duo qiladigan solih farzand tarbiyalagan bo'lsa, bu amallar inson vafotidan keyin ham unga savob yetib borishga sabab bo'ladi. Shu sababli har birimiz o'zimizdan iz qoldirishimiz kerak. Qabr haqida eshitish qo'rqitish uchun emas, aksincha, bizni uyg'otish uchundir. Agar bugun bir gunohni tark etsak, agar bugun bir namozni vaqtida o'qisak, agar bugun ota-onamizni rozi qilsak, agar bugun bir insonga yaxshilik qilsak, balki aynan shu amal oxiratda najotimizga sabab bo'lar. Alloh taolo rahimlilarning eng rahimlisidir. U tavba qilgan bandasini kechiradi. Unga qaytgan bandasini rad etmaydi. Shuning uchun umidsizlik mu'minga yarashmaydi. Qabr hayotini eslash bizni qo'rquv bilan birga umidga ham chorlaydi. Chunki Allohning rahmati uning g'azabidan kengroqdir. Ammo bu rahmatga erishish uchun inson Allohga itoat bilan yashash kerak. Shu kungacha biz birga qabr hayoti haqida Qur'on va sahih hadislarda kelgan ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Biz o'limning oxiri emasligi, qabr oxirat manzillarining birinchisi ekanini, mu'min uchun xush xabar, gunohkor uchun esa ogohlantirish bo'lishi mumkinligini bildik. Endi o'zimizga bitta savol beraylik. Agar bugun oxirgi kunimiz bo'lsa, Rabbimiz huzuriga nima olib boramiz? Mol dunyomi? Yo'q. Mashhurligimizmi? Yo'q. Ijtimoiy tarmoqdagi obunachilarimizmi? Yo'q. Inson faqat uning iymoni va amallari qoladi. Alloh taolo Qur'onda mazmunan shunday xabar beradi. Qiyomat kuni mol ham, farzand ham foyda bermaydi. Faqat Alloh huzuriga sog'lom qalb bilan kelgan kishigina najot topadi. Aziz tinglovchi, biz ko'pincha kelajak uchun reja qilamiz. Uy olishni rejalashtiramiz, mashina olishni rejalashtiramiz, safarga chiqishni rejalashtiramiz. Ammo eng uzoq safar, oxirat safariga tayyorgarlikni ba'zan unutib qo'yamiz. Holbuki bu safar albatta keladi. Bugun qabristonga borib jim turgan qabrlarni ko'rsak shuni unutmaylik. Kecha ular ham biz kabi orzu qilgan, kulgan, mehnat qilgan insonlar edi. Bugun esa ularning amallari yakunlangan.
Bizning esa hali imkonimiz bor. Hali tavba qilish imkonimiz bor. Hali namozlarimizni to'g'rilash imkonimiz bor. Hali ota-onamizni xursand qilish imkonimiz bor. Hali Qur'onni o'qish va unga amal qilish imkonimiz bor. Hali insonlarga yaxshilik qilishga imkonimiz bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'lim va qabrni tez-tez eslashga undaganlar. Buning maqsadi umidsizlik emas, balki qalbni uyg'otishdir. Chunki o'limni eslagan inson zulm qilishdan tiyiladi. Gunohni yengil ko'rmaydi, har bir kunini qadrlaydi. Agar ushbu video sizni bir lahza bo'lsa ham o'ylantirgan bo'lsa, demak u o'z maqsadiga erishdi. Bugun bir gunohni tark eting. Bugun Allohdan chin dildan mag'firat so'rang, chunki ertangi kun bizga va'da qilinmagan. Alloh taolodan so'raymizki, qalblarimizni iymonda sobit qilsin. Qabrimizni jannat bog'laridan bir bog'ga aylantirsin. Bizni qabr fitnasidan va qabr azobidan o'zi asrasin. Qiyomat kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shafaatlariga erishadigan bandalar qatorida qilsin. Jannatdagi eng oliy ne'matlarga barchamizga musharraf aylasin. Amin. Agar ushbu qissa sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Balki siz sababli yana bir inson oxiratga tayyorgarlik ko'rishni boshlashi mumkin. Obuna bo'lishni esa esdan chiqarmang.